Chilonzor tuman filialimizda zamonaviy arxiv stelaji qurib bitkazildi. Bunda qulaylik jihati shundaki, har bitta hujjat topish osonligi va qulayligi mavjud. Uning uchun raqamlashtirilgan har bitta hujjatimiz topishimiz uchun korobka ustki jildida har bitta mavze, uy va xonadon raqami joylashtirilgan. Datchik havoda nisbiy namlik va haroratni ko'rsatib turadi va bu kompyuterimizga ulangan bo'lib, masofadan nazorat qilishimiz uchun qulaylik yaratib berilgan. Ushbu yaratilgan shart-sharoitlar mehnat samaradorligimizni yanada oshirmoqda. Tumanimizda jami obyektlarning soni 86.561 tani tashkil etadi. Ko'p qavatli uylarning soni 1262 tani bugungi kunda mavjud bo'lib, undagi xonadonlar soni 65.594 tani tashkil etadi hozirgi kunda. Yakka tartibdagi uy-joylar soni 10.086 tadan iborat bo'lib, noturar obyektlar sonimiz 10.881. Arxiv ishi juda mas'uliyatli va mashaqqatli ish hisoblanadi. Sohada qilinayotgan yangiliklar bizani mehnat faoliyatimizda samarali foyda bermoqda.